Assalomu alaykum. Bugungi yangi mavzuyimiz kompetensiya tushunchasining vazn va mohiyati bilan tanishib chiqamiz. Birinchi bo'lib mavzumizni rejalar bilan tanishamiz. Birinchisi kompetensiya tushunchasi haqida, keyingisi kompetensiyaning asosiy tarkibiy qismlari, uchinchisi kompetensiya turlari va oxirgisi kompetensiyaviy yondashuvning ta'limdagi ahamiyati bilan tanishamiz. Kompetensiya lotincha compito erishyapman, munosibman, loyiqman so'zlaridan olingan bo'lib, birinchi ma'nosi muayyan davlat organining qonun bilan belgilangan hujjat va vakolatlari, ikkinchisi u yoki bu sohadagi bilimlar va tajribalar hisoblanar ekan. Kompetensiya ma'lum bir sohada samarali faoliyat olib borish uchun zarur bo'lgan mutaxassisning kasbiy talabi hisoblanadi. U davlat ixtiyorida bo'lgan oldindan belgilangan ijtimoiy talab bo'lib, o'quvchining kasbiy professional tayyorgarligiga nisbatan qo'yiladi. Kompetensiya tushunchasi nisbatan yaqindan boshlab 60-yillarning oxiri va 70-yillarning boshlarida keng qo'llanila boshlangan ekan. Kompetensiyaning asosiy tarkibiy qismlari quyidagi elementlardan iborat. Birinchisi bilim, nazariy va amaliy bilimlar majmui, ko'nikma, bilimni amalda qo'llash layoqati, qadriyat va munosabat, o'ziga, atrofdagi jamiyatga bo'lgan ijodiy munosabat. Kompetensiyaning mohiyati bu bilimni amaliyotda qo'llashga qodirlikdir. Shaxs komponent bo'lishi uchun u faqat bilimga ega bo'lishi emas, balki uni to'g'ri, samarali va mustaqil ravishda ish faoliyatida, turmushda muammoli vaziyatlarni qo'llay olishi lozim hisoblanar ekan. Kompetensiyaning asosiy turlari bilan tanishamiz. 4 ta guruhga bo'linadi. Birinchisi xususiy, ikkinchisi kasbiy, uchinchisi umumiy predmetli va oxirgisi tayanch kompetensiya hisoblanar ekan. Tayanch kompetensiyalarning turlari: birinchisi kommunikativ kompetensiya, ijtimoiy muloqot qilish kompetensiyasi, ikkinchisi axborotlar bilan ishlash, ya'ni axborotlardan, media manbalardan zarur ma'lumotlarni topa olishni, saralashni, qayta ishlashni. Keyingisi o'z-o'zini rivojlantirish kompetensiyasi, doimiy ravishda o'zini jismoniy, ruhiy, intellektual jihatdan rivojlantirib borish. Keyingisi ijtimoiy faol fuqarolik kompetensiyasi, jamiyatdagi voqea va hodisalar jarayonlariga daxldorlikni his qilish. Beshinchisi milliy va umummadaniy kompetensiya, vatanparvarlik ruhida tarbiyalash, sog'lom turmush tarzida rioya qilish. Oxirgisi matematik savodxonlik, fan va texnika yangiliklardan xabardor bo'lish hamda foydalanish kompetensiyasi hisoblanar ekan. Kompetensiyaviy yondashuvning ta'limdagi ahamiyati. Ta'limda kompetensiyaviy yondashuv o'qituvchilarda nafaqat bilim berish, balki ularni real hayotiy vaziyatlarga tayyorlashni, bilim va tajribalarni real hayotda qo'llay olishni nazarda tutadi. Bu metod o'quvchini markazga qo'yadi, o'zini anglash va rivojlantirishga yordam beradi, mustaqil fikrlashni rivojlantiradi. Ya'ni ahamiyati: nazariyani amaliyot bilan bog'laydi, ikkinchisi mustaqil fikrlashni shakllantiradi, ijodkorlik va tashabbusni rag'batlantiradi, hamkorlik va muloqot ko'nikmalarini rivojlantiradi. Beshinchisi shaxsiy o'sishi, o'zini anglashga yordam beradi, hayotiy ko'nikmalarni shakllantiradi va baholashni yangi yondashuvni talab qiladi. E'tiboringiz uchun rahmat.